Migratsiya va personallashtirish departamenti boshqarmasida aholiga sifatli xizmat ko'rsatish hamda fuqarolar uchun yanada qulay sharoitlar yaratish maqsadida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, xizmat ko'rsatish jarayonlariga zamonaviy axborot texnologiyalari va raqamlashtirish tizimlarini joriy etish, murojaatlarni tezkor va shaffof ko'rib chiqish imkoniyati yaratilgan. Ilgarilari fuqarolarimiz 10 ish kunida biometrik pasportlarni olishi belgilangandi. Hozirgi vaqtda prezidentimizning 60-65 farmoniga asosan identifikatsion ID kartalari bir ish kunida rasmiylashtirib belgilab qo'ydi. Bu fuqarolarimizga o'z ishini qisqa muddatda bajarishiga juda qulayliklar yaratildi. Bundan tashqari davlat bojlari to'g'risida qonunlarga ham o'zgartirishlar kiritilib, hozirgi vaqtda chet elga chiqishga fuqarolarning ehtiyojlari ko'payganligi, ijtimoiy himoya reyestriga turganlarga 50% gacha bo'lgan miqdorda chegirmalar belgilab qo'yilganligi, tabiiy texnik vaziyatlar oqibatida fuqarolar shaxsiga doir ma'lumotlari, hujjatlari yo'q bo'lgan vaqtda ularga davlat tomonidan to'liq rasmiylashtirib berilayotganligi belgilab qo'yilgan. Harakatlari cheklangan fuqarolarda davlat tomonidan sayyor xizmatlar ko'rsatilishi belgilab qo'yildi. Hozirgi vaqtda fuqarolarimiz juda ko'plari chet ellarda xizmat faoliyatini olib borayotganligi sababli ayrim holatlarda o'ziga shaxsiga doir xorij chiqish pasportlarini, ID kartalarini yo'qotib qo'ygan vaqtlarida O'zbekiston Respublikasiga qaytib kelgandan so'ng ularga ma'muriy javobgarlikka tortilmasdan turib, faqat davlat boji undirilgan holatda shaxsiga doir hujjatlar rasmiylashtirib qo'yilishi belgilab qo'yildi. Fuqarolarni yashash va turgan joy ro'yxati o'tkazilishda hujjatlardan voz kechilib, to'g'ridan-to'g'ri Face ID tizimi orqali uning roziligi belgilanishi yo'lga qo'yilgan. Bu esa fuqarolarga juda ko'p qulaylik yaratib berdi. Bugungi kunda fuqarolar biometrik pasport, ID karta hamda boshqa hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonlarida elektron navbat va onlayn xizmatlardan foydalanib, ortiqcha vaqt yo'qotmasdan murojaat qilish imkoniga ega bo'lmoqda. Men 2024-yil aprel oyida ishlash uchun ketdim. Keyin ishlashga ketganimdan keyin aprel oyida qaytib kelaman dedim, lekin qaytib kelib ulgurmadim. Yoqda ishlarim bor edi, olib tugashini kutdimda keyin yana ishlayverdim. Ishlaganimdan keyin men pasportim so'rovga o'tib ketdi. Pasportim so'rovga o'tib ketgandan keyin mana bu yerga mana shahar pasport stoliga keldim. Men to'g'ri pasportimni so'rovga o'tganini almashtirganini kelganimdan keyin men ko'rsatdim, men nimaga sababdan o'tib ketganimni. Men o'zim bu yerda emas edim, chiqib ketgandim men O'zbekistondan. Mana shu pechatlarimni ko'rsatdim, kirdi chiqdilarimni menga shtrafsiz bepul berdi. 1 soat ichida pasportim tayyor bo'ldi. Shuningdek, boshqarma xodimlari tomonidan fuqarolar bilan ochiq muloqot olib borilib, ularning murojaat va takliflariga alohida e'tibor qaratilayotgani xizmatlar sifati va samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.